aka. Buni ikram qancha aka. Aka, qo'ying kulgi bilan barakadan ochkunim bor. Qo'ying. Yo'q, 17 million so'm patmaza bor. Mana kerak. 17 million so'm ketdimi? Gap yo'q. Mana 17 million so'm ketdi. Ho'kizcha buzoq bilan ekan. Gap yo'q mana. Akani taniganlarni like bosib, papiska bo'lib qo'yinglar. Gap yo'q. Har bozorda ish qilish, bor ish qilish. Gap yo'q. Mana shu ketdi 17 ga. Assalomu alaykum. Biz yaqindan kuzatib turgan biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz. Mana bugun alhamdulillah Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi mol bozoriga yetib kelganmiz. Akalar, ko'ringlar. Sizlar uchun inshaalloh yaxshi videolar qilishda davom etamiz. Bitta like bosib qo'yinglar akalar. Endi boshidan shunday pozitiv boshladik. Inshaalloh chiroyli narxlarda mollarni ko'rsataveramiz. Akalar, bugungi sanamizga keladigan bo'lsak, 25-oktyabr hafta kuniga shanba 2025-yil Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi mol bozoridamiz. Mana akalar, ko'rishingiz mumkin, mollar ish qilib yaxshi, juda ko'p emas, to'g'risini aytay. Shuning uchun mana shu videomizda sog'im sigirlar, keyin tanalar, imkon bo'lsa buqalarni ham ko'rsatib ketishga harakat qilamiz. Bizga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin akalar. Inshaalloh zo'r narxlarda mollar bo'lsa sizlarga yetkazib Instagram sahifamiz ham bor, Suhrobchorvachi Muhammad YouTuber degan Instagramimiz ham bor. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'yaveringlar akalar. Xo'p, bismillah, biz ishimizni boshladik. Mana shundan boshlaylik. Yonimizda turgan sigirimiz uzunligi ancha uzun ekan sigirda. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, 1.10 shu atrofda ekan. Orqalaridan ko'rinishi yomon emas. Bolachasi buqacha ekan. Hozir akadan ma'lumotlarni olaveramiz egalaridan. Ko'ringlar, yomon emas. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Savdoga baraka. Nech pul deyapmiz aka sigirda? 25 million so'm deyilyapti. Bolasi buqa ekan. Nechinchi bolasi endi aka? Birinchi bolasi ekan. Bozor nima qildi aka endi? 22 ga yo'q. Akalar, 22 millionga mana sigirimiz berilmabdi. 25 million so'm baho qo'yilyapti. Bolasi birinchi ekan, buqacha. Xo'p. Aka, suti nechta endi buni? 3 litrdan olib. Gap yo'q. 6 litr suti bor ekan. Sigirimiz uchun yaxshi birinchi bola. Endi bilasizlar, ikkinchi, uchinchi bolalarga yana ham ko'payadi, xudo xolasa. Buni izi bormi-yo'qmi aka? Yana bormi-yo'qmi? Uyga bor. Uyga bor. Sotishga bormi-yo'qmi? Bor. Xudo sotishga bor. Nomer qoldiramizmi aka? Ayting nomerdagi. 93lik 245 29 bemalol telefon qilasizlar, xudo xolasa chiroyli narxda qilib beriladi. Aka, savdoingizni bersin. Rahmat sizga ham. Yonim ko'rsatamiz, begona emas, xudo xolasa egalaridan ma'lumot olaveramiz. Xo'p, bolasi G'unojin ekan. Sigirimiz yillari bilan hozir egalaridan so'raveramiz. Xormay aka, zo'rmisiz? Charchamay, ishlayapsizmi, bejanjalmi? Nech pul deyapmiz aka sigirda? 30 million kami bor. Bozor nima qildi endi aka? Bozor qilgan. Balani 20 million so'm so'radi. 30 million kam bor. Nechinchi bolasi endi? Birinchi bola. Sigirimiz hali yosh. Xo'sh, G'unojin bolasi. Urg'ochi. Suti nechta endi aka buni? Suti 4 litr beradi. 4 litr ish qilib bor. Gap yo'q aka, men borini aytayaptilar. Boshqalarga o'xshab 10 litr, 20 litr degan gap yo'q. 4 litr ish qilib suti bor ekan. Sigirimizda birinchi bolasi deydiga, birinchi bolasiga yaxshi 4 litr suti. Aka, nomer qoldiramizmi? Xo'p, akalar, shart emas ekan. Endi bo'ylariga keladigan bo'lsa 1.20 shu atrofdagi qora sigirimiz. Aka, savdoingizni bersin. Sog' bo'ling. Mana shu sigirga savdo bo'lyapti. Mana yillari. Sigir o'zini ko'rsataylik, keyin savdosini ham ko'rsataveramiz. Mana shu sigir. Aka, shuni bir qo'yishingizdan kamlik so'rayman. Xo'p, sigirimiz narxi 16 million ekan. Qancha so'ralyapti? 13 million so'ralyapti. Nechinchi bolasi bu? 5-chi bolasi G'unojin. Ko'ringlar akalar. Endi 5-chi bolasi suti nechta aka buni? 5 litr, 6 litr suti bor ekan. Akalar, savdosi bo'lyapti. Endi buni nomer so'ramaymiz. Bo'ylariga keladigan bo'lsa 1.10 shu atrofdagi sigir. Xudo xolasa savdosi bitsa, bilsak aytamiz. Bitdi deb. Xo'sh akalar, mana bu yerda yaxshi sigir bor ekan. Shuni ko'rsatamiz. Gapi mana. Qip-qizil sigirimiz. Xormay aka, yaxshimisiz? Charchamay, sog'ligingiz yaxshi. Nech pul deyapmiz aka sigirlar? 20 kami bor. Bozor nima qildi aka buni? 17,5 so'rabdi. Bolasi o'zi 2-3 kunlikmi deyman? 3 kunlik ekan. Urg'ochimi aka? Erkak ekan, buqacha. Ko'ringlar akalar, sigir yaxshi ekan. Bo'ylari 1.20 shu atrofda ekan. Ranglari qizil, bolasi ham rangi zo'r ekan, qora ekan. Xudo xolasa olgan odam baraka topadigan mollardan. Suti nechta aka buni? Endi birinchi tug'imda bor. Birinchi tug'im hali unaqa bir ko'p ham bermaydi birinchi tug'ishiga. Hali 3 kunlik sutga ham aylangan yo'q. Shunday, bolasini o'zi ham yeb turibdi. Bolasi yemayapti akalar, mana ko'ringlar, yomon emas. Xudo xolasa
Hozir orqalaridan ko'rsataman. Sigir yaxshi ekan, lekin menga yoqdi. Aka, endi bu ko'ngildagina qanchaga bera olamiz? Endi 12,5 so'rab turibmiz, yaqinlashib qoldik. Xudo xolasa ko'ngilga yaqinlashib qoldi, tushunarli. Dehqonchilik bu aka. Dehqonchilik, shuning uchun nomer so'rayotmaymiz, bemalol ko'rsataveramiz boshqa sigirlarni. Aka, savdoyingizni bersin. Xo'sh, yana bironta kattaroq sigirlarimiz chiqdimi? Bu mana shuni ko'rsatamiz, mana sigirimiz. Xo'sh, sigir. Hormang, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Savdoga borak. Nech pulyapmiz aka sigirni? Sigirni bahosi 23. 23. Bolasi bumi? Bolasi mana sariq. Sariq mana shu bolasi ekan. 23 million baho qo'yilgan. Urg'ochi bolasi. Urg'ochi mana shu. Bozor nima qildi aka endi buni? Bozor 18 so'rashyapti. 18 ga yo'q. 18 millionga yo'q. Qo'shib so'raganga xudo xolasa beriladi. Sigirimiz yaxshi. Nechinchi bolasi buni endi? Ikkinchi tug'ish. O'zi bo'g'ozmi yo'qmi? Yo'q, o'zi qochmagan. O'zi qochmagan ekan akalar. Yaxshi. Bu unisichi? Onasi qaysi? Yo'q, yakka adin. Yakkaga. Nech pulyapmiz endi yakkaga aka? 7 million. Yakkaga 7 million so'm, xudo xolasa 1-2 so'm nima qilsa 6 million 600 so'ralyapti ekan. Yomon emas. Aka, nomer qoldiramizmi? Ayting nomerni. 99lik 295 nechi? 295 0990. Akalar bitta ona bola, keyin bitta yakkaga qora tanachamiz bor ekan. Urg'ochi u. Urg'ochi. Savdoyingizni bersin aka. Xo'sh. Yana bitta chekini beraman. Top-toza bo'lsin. Bor. Mana qara. Mana qara. Shaytonga haybe. Bittasi shayton, rahmat. Shayton olib. Yo'q. Bitta elkamizga shayton. Ertaklar boshlanib ketdi. Bor mana. Xo'p. Savdo bo'lyapti. Shunga savdo bo'lyapti? Nech pul so'ralyapti? 5 million tushib ketyapti. 14,5 million. Arzon sotdi, bergin deb o'ynab tur. Bor mana. Chaynalmay ber. Oxiriga mana qo'ling otasini o'g'liga hammani ko'rdi. Bor baraka. Bering aka, beringa. Chaynalmay bor baraka. 15 sotdim deb. Bor baraka. Lekin 15 unaqa emas. 5 otasi. Akalar mana shunga savdo bo'lyapti. 15 million so'ralyapti ekan, adashmasam. Qora tanachamiz. Bilganni qilsin. Har kim yoqqanni yeydi. Umuman savdo bo'lyapti. Endi narx-navoni boshqalarni ko'rsataveramiz. Mana shuni ko'rsataylik. Hormang, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nech pulyapmiz aka tanani? Buni 15 million deyapmiz. 15 million deyiladi. Bozor nima qildi aka? Bozor 12 million so'rayapti. 12 millionga yo'q. 12 million so'ralgan, 12 millionga yo'q. 1-2 so'm qo'shib so'raganga xudo xolasa berib yuboriladigan joydamiz. Rangini ko'ryapmiz akalar. Holati yaxshi. Xudo xolasa ko'raveramiz. Aka, endi buni izi bormi yo'qmi? Yana bormi yo'qmi sotishga? Yo'q. Dehqonchilik xudo xolasa mana shu turibdi, yomon emas. Tushunarli. Xo'p, akalar, sigir bor ekan, shuni ko'rsatamiz. Qani endi sigir? Mana shumi? Xo'p, akalar, mana sigirimiz. Sotildimi? Hech pulga 12 ga sotildi. Qari sigir bu? Yosh ekan, mana 12 million 200 ga sotilibdi. Bo'g'ozmi yo'qmi bu? Bo'g'oz 12 million 200. Akalar, optim joyda ekanmiz-ku o'zi. Yomon emas. Bo'g'oz sigirimiz 12 million 200. Soni ko'p. Nechtalar bor taxminan? 100 tagacha bor ekan akalar. Hozir buni alohida Instagramga ham video qo'yamiz. Nomerni ayting o'zi. Nomer 95lik. 95lik 473 2115 ekan. To'yga shunaqa To'y beraveramiz. tushunarli. Akalar, izi ko'p 100 tagacha bor ekan. To'ylarga, luboy joyga xizmatlar bo'lsa, so'yib ham berishar ekan, kelasiga, yakkiga shunday ham berilar ekan. Savdoyingizni bersin. Xo'p. Bu yerdagi savdomiz hali ham bitmadi. Bor aka. 100 kerak emas, 14,5 deng bo'ldi. Nima deysiz bor aka? Ya 600 demaga. O'ynab bor. Ha, savdo bo'lyapti. Ko'rinishlar. Bor. Bor. Mana qara, menga qaraga qiziqtirma, o'tganman qiziqishdi. Menga qaraga. Nima?
Diye kino. Eşke bana şunu üstüne durup 45 yil staji bor. 45 yil staji bor, yaxshi bu. Doğru düşünme. Mana chiqarib 200 ming o'tsa xafa bo'lasiz. Bor bor. Bor bor. Rozimisiz? Hey, sen bergin. Sen bergin pişayman. Gele hali ham bitmadi savdosi. Biz aylanib keldik ham hali savdo bo'lyapti. Ko'raveramiz. Xudo xolasa. Mana shu aka menga hech kim termadi deb mana shu ko'rsataylik. Hormay aka, zo'rmisiz? Qanday bo'ldi? Telefon qilishyaptimi? Xo'p akalar, mana endi ikkita bu akamizdan kal sigirimiz bilan, kal tana bilan to'g'rirog'i shoxli tana ranglarini ko'ringlar akalar. Akamiz go'sht yo'nalishiga yetkazib beraveradilar, o'zlari qassoblar. Tamom emas. Aka o'zini ham olgan. Ya o'zlari trenddalar aka. Sen ham borsan. Yomonman. Aka bundan hali ham bormi yana? Yo'q, mana shu narxini chiroyligini tushunib ol. 17 million so'm narxi. Mana narxini eshitdim. Hozir aka 17 million so'm so'ragani qancha bo'ldi aka? 12 million so'radi. 12 million so'ralgan. Yomon emas, ikkalasi bir joyga 25 so'ralib bermadingiz. Xudo xolasa beraveradi, ya'ni arzonroq narsa so'rasa, sigir mana shunday tanishchilik ko'p aka sizda? Ko'p. Bo'lmasa nomerni ayting, sizda vaqtingizni bekorga olmaylik. 91lik 93lik 695 695 36 35. 36 35. Telefon qilaveramiz, xudo xolasa chiroyli narxda qilib beraveradi. Akamiz o'zlaridan nech pulyapmiz aka endi? bir chiroyli bachcha 15 deyapti aka. 15. Bozor nima qildi aka? Buni 13 so'rayapti. Bozor 13 so'rabdi akalar. 15 million so'm narx qo'yganlar. Xo'p, yomon emas. Orqalaridan olib ko'rsatamiz. Ko'ringlar aka. Aka endi buni qancha beramiz aka? Narx-navosini eshitdik, bozor qilganini eshitdik. Qancha o'zi qoplaydi? Buni aka bozor 13 million so'rayapti. 13 bo'lsa beramiz. 13 bo'lsa beramiz. 13 bo'lsa berikamiz, 12 so'ralgan. 130 kilo go'shti bor. Aniq. So'yib beramizmi bo'lmasa? So'yib beramiz. 130 kilo go'shti bor deyapti-da, kerak bo'lsa so'yib ham beraman deyaptilar akalar. Hozir nomerlarini qoldiraman. Bemalol telefon qilasizlar, xudo xolasa chiroyli narx qilib beriladi. Nomerni ayting aka bo'lmasa. 88lik 88 198 198 9004. 9004. Bemalol telefon qilasizlar, xudo xolasa so'yishga ham qilib berar ekanlar. Boqqa ham qilib beraveradilar aytgancha. Shunday gap. O akalar, endi buqalarni ham bir ko'rsatib o'taylik. Kattaroq yirik buqalarni ko'rsak, sizga ko'rsatuvchiga harakat qilamiz. Aka 10 million 600 o'zi bilan 10 million Mirzo 10 million 600 mana ketdi mana. Onajincha 10 million 600 ketdi. Gapi. Xo'p, akalar mana shu ketibdi. Mana sigirimizni ham ko'rsataylik. Ikkita sigir. Mana ko'ringlar akalar, ikkita sigir. Horma yaxshimisiz aka? Charchamas. Nech pulyapmiz sigirlar? Bu sigir 30 million deylar. Bozor nima qildi endi? Bir joyga. Ikkalasini bir joyga 27 qildi, bermaganlar. Xo'p akalar, mana 3 tuqqan sigirimiz ekan, mana bitta tuqqan. Bo'g'ozmi yo'qmi endi? Bo'g'ozmasa, qisir akalar go'sht yo'nalishiga akalarimiz chiqarganlar. Bo'ladi, besi ham uncha yomon emas. Ko'rishimiz mumkin. Zo'r ishlayapsizmi, charchama? Xo'p, tushunarli. Buni izi bormi yo'qmi yana? Yana bormi sotishga? Nechtaga bersa olib beraveradi. Gapi. Akalar, bo'lmasa nomer qoldiramiz, bemalol telefon qilasizlar. Mana go'sht yo'nalishi ishlaydigan akalarimiz uchun yaxshi variant. Nomerni ayting qani? 97 291 99 79. Telefon qilasizlar akalar, chiroyli narxda qilib beriladigan joyidamiz. Endi mana akalar, buqalarni ham qatoriga kelib qoldik. Sekin-sekin buqalarni ko'rsataylik sizlarga. Shu bilan videomizni ham yakunlaymiz buqalardan keyin. Akalar, bizga obuna bo'lib qo'yib, like tugmasini boshingizdan chiqarmanglar. Biz siz uchun albatta yaxshi-yaxshilarni ko'rsataveramiz. Xo'p, oq buqamiz. Nima oldi? Hormaga, yaxshimisiz, charchamas. Nech pulyapmiz buqani? 40 million deyiladi buqamiz. Holati yaxshi. Ala buqa. Orqalaridan ko'rinishi, o'sha orqalari ancha to'lib qoldi. Aka, bozor nima qildi? Akalar, bozor 30 million qildi, 40 million so'm narx qo'yilgan, 10 million arzonga so'ragan. Yoshi qanday aka buni? Aka, yoshi qanday buni yoshi? 1 yoshar mana shunday buqam. Holati yaxshi, ko'ryapmiz, yomon emas. Akalar, bu nomer olmaymiz, menimcha dehqonchilik mol.
Tamam emas, bu ancha yaxshi ekan, tayyor bo'lib qolgan. Hozirroq boqsa, xudo xolasa, yana ham yaxshi bo'ladi. Mana bu tarafni ko'raveramiz. O, bakalar, bu qay savdo bo'lyapti. O'n yetti yarim ekan. Bu qamiz 17,5 ga so'ralyapti. Bering, beringi. Quruq savdoni ko'ryapsizlar mana. Quruq savdo. Qanday pardamak savdoni kelgan, 4 kelgan, 5 kelgan. Ana shu bu qamiz. 100 ming qo'ydim, to'g'rimi? Hozir 12 kundan yoki kim asosini qo'yadi. Endi menga ma'lum 500 ming quraman shu qo'yganlar. Bu yerga olib turib topdim. Ha 60 ta pul ish bo'ladi. 110 ming yo'q, 8 ming 8 ming berdi. Kamerani boqishga tayinlayman deb buni go'shtlarni mana o'zi ichgan. O'zimga mol so'rayapman mahalla. Olib kelading to'ring. Yerga 5 ming 1 ming qo'yib bo'ladi. To'g'ri. 1.5. Akalar, savdosi bo'lyapti.